Eshik romida eng zo'ridan so'ragan obunachilarimiz, qadrdonlar ko'rib turibsizlar, bu yerda Akfa Engelberg garantiyasi bor eshik romlar bor ekan. Narxlarni yoritib beramiz. Ustanovka dostavkasi butun O'zbekiston bo'yicha mutlaqo tekin bo'ladi. Ustaga bunimiz qanaqangi mahsulot, qanchaga? 7000 yil bergan ekan, 15-20 yil garantiyasi bor eshiklarimiz. Ha. Narxi Narxlari $150. $150 1 kvadrat. 1 kvadrat $150. Ha. Romlarniki $130 dan. $130 ekan. Ya'ni oynaklari 2 qavat, uzun kesil, tellamaydi, garantiyalari bor. Xo'sh, bularimiz ustaga mana bu razvijnoylar ko'rsataylik. Bularimiz Razviy eshik, remove profildan yasalgan. Aha. $300 atrofida rasxod bilan chiqadi. 1 kvadrat $300. Profillari ham juda baquvvat ekan, ustaga. Bularga garantiya bormi? Garantiyasi bor. Qancha? 20 yil, 25 yil. 20 yil garantiyasi bor. Bunimiz ustaga. Bular JP profilimiz. JP profil, hamda ochiladi ekan. Mana bunisi ham boshqacha ochiladi ekan. Bularga qancha nimasi bor? Bularga ham shu 20 yil 30 yil garantiyasi bor. Aha, narxlari $330-$300 rasxodga qarab chiqariladi, obyektga, ob'yomga. $300 dan boshlanadi. Ob'yom qancha katta bo'lsa, shuncha tushib beriladi. Ha. Mana bularimiz ustaga. Bularimiz 6000 trillion profilimiz. Ha. $130 dan kvadratni qilib berilaveradi. Ha, tushunarli. Qadrdonlar, bu yerda hammasining garantiyasi bor. O'sha eng zo'rlarni ko'rsatyapmiz. Bularimiz ustaga. Bularimiz $330 dan chiqadi. Bu yig'ma eshik bo'ladi. Razvijnoy bo'ladi. Razvijnoy yig'ma eshik. Ha, mana bularimiz. Bularimiz 8000 yil berdi. 8000 yillik. Narxlari $170 dan qilib beriladi. $170 dan rasvetkalari bor. Agarda sizga Akfa oddiylari kerak bo'ladigan bo'lsa, oqlarimiz qanchadan boshlanadi? Oqlarimiz 400 ming so'm, 400 ming so'm, jigaranglarimiz 480 ming so'm. 480 ming so'm. Plaslarchi? Plaslarimiz $60 eng arzoni oq profildan. Ha. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan bo'lyapti. Xizmatlar esa butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar.